Mana savol tushadi. Yuzani beradi, buni so'raydi. O'rtada bog'lab beruvchi ko'prik radius hisoblanadi. Birinchisi perimetr hamma shakllar uchun. Perimetr p harfi bilan belgilanadi. Biladi hamma? Shakllarning tomonlari uzunliklari yig'indisiga teng. Yozmadim. Hamma tushundimi? Uchburchak uchun A plus B plus C qisqasi. Tushundingizmi? To'rtburchak uchunchi xuddi shu narsa. Har xil tomon bo'lsa A plus B qo'shamiz C qo'shamiz D, tamom. Har xil shakl uchun deyapman. Tushundinglarmi? Har xil bo'lsa, shu bilib oldinglarmi? 5 burchak uchun ketdi. Endi to'g'ri to'rtburchak bo'lib qolganligi uchun, mana to'g'ri to'rtburchakda tomoni bu yog'i A, bu yog'i B bo'lgani uchun, bu yog'i B bo'ladimi? Chunki to'g'ri bo'lgandan keyin teng bo'ladi. Bu ham nima bo'ladi? A bo'ladi. Shunda perimetr qidirilayotganda 2A plus 2B ku biz yoshligimizdan o'rganib kelgan formulada ikkisini qavs tashqarisiga chiqarib A qo'shuv B deyilgan. Shuni bilasizlar. Ikki tomonni qo'shib ikkiga ko'paytiramiz deb aytardik. Tushundinglarmi endi? Qayerdan kelganini tushundikmi? Oddiy narsa u ham atrofini qo'shib qo'ygandan kelar ekan. Okay? Shu. Endi yuzaga o'tvoraymi? Perimetr yuza. Yuza. Qarang, yuzada 3 burchakdagi alohida o'tamiz. Hozir 4 burchakdagi. To'g'ri 4 burchakdagini beradi. Markerimiz juda zo'r. Ket. Bu yog'i A, bu yog'i B bo'lsa. Xo'sh. Shunchaki ana B nima uchunligini o'rgatuvdimmi? A ko'paytiruv B-ligini. O'rgatdimmi yo'qmi? Qarab turinglar. Diqqat bilan qarab turamiz. Qanday nimaga doim ko'paytiriladi? Shuni o'ylab ko'rganmisizlar? Yo'q-a? Bu yog'i 2 bo'lsin, bu yog'i misol uchun 3 bo'lsin. Ha, qarab turinglar mana bo'laman. Yuzasi necha bo'ladi aslida hozir? 6. Nima uchunligini tushunib olasizlar. Qarang. Mana 3 ga teng, bu yog'i 2 ga teng, to'g'rimi? Nechta katakcha bor? 6 ta. Shuning uchun 106. Kataklar soni qidirilar ekan. Yetib bordimi? 1 ga 1 kataklar soni qidirilganligi uchun bularni nima qilishimiz kerak bo'lar ekan doim? Ko'paytirilar ekan xolos. Shu yerdan kelib chiqqan ekan. Yetib bordimi hammaga? Yo'q, bo'ldi, mana shu ikkalasini ko'paytirasiz. Tamom. Bo'yiga enini ko'paytiramiz. Kelishdikmi? 3 burchak uchun esa qarab turing. Mana asosi beriladi va balandligi beriladi 3 burchakda. Asosini balandligiga ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'yasizlar yuzasini topish uchun. Nimaga bunaqa qilishimizni hozir tushuntiraman. Qarang. 3 burchak berilyapti. Mana taxminiy 3 burchak. Kelar, undaroq chizavering. E'tibor berib turamiz. Men buni 4 burchakka to'ldiraman. Mana yerdan balandlik tushirilgan. Shu balandlik H bo'lsa, mana yerdan H bo'lam. Mana yerda nima degandim men? Mana uzunlikni A degandik, asos, to'g'rimi? Endi qarang, mana bu 3 burchak 4 burchakka qaranglar. Mana shu 4 burchakda yarmimi mana 3 burchak? Mana, yarmi turibdimi? Endi bunisiga qaranglar. Mana bu 3 burchak shuni yarmimi? Demak, xulosa, katta 4 burchakda mana 3 burchak yarim ekanmi? Katta 4 burchakda yuzini topish uchun bo'yiga enini ko'paytirdikmi mana hozir? Bunda ham mana A ga nima qilyapmiz qani? Ko'paytiryapmiz va yarmi bo'lganligi uchun 2 ga bo'lyapmiz, formula kelib chiqyapti. Hammaga tushundimi endi? Sizlardan so'raydi, balandligini berib, asosini berib, yuzini. Yuzini berib, asosini berib, balandligini so'raydi. Unda nima qilasiz? Yuzini berdi, asosini berdi, balandlik so'rayapti. O'rniga qo'ying, tamom. Yuzi misol uchun 24 teng, asos misol uchun 2, balandlik noma'lum, 2 ni o'zi bor. Shunda balandlik 24 liga kelib chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? 10 ni o'rniga qo'yasiz mana. A bilan S ni o'rniga qo'ydim. H ni berib, S ni berib, A ni so'rash ham mumkin. Unda ham o'rniga qo'yib bajaring. Oddiy tenglama qilib. Tushuntira oldimmi? Yozib olamiz tezda. Aylana uzunlikka ega ekan, qaysi harf bilan belgilaymiz ekan uni? L harfi bilan. Bu yuzaga ega va buni S harfi bilan belgilaymiz ekan. Tushundikmi? L ni topishingiz uchun aylanada ham, doirada ham radius bo'ladi. Radius esa qaranglar, oddiy tushuntiraman. Markazdan o'sha aylanagacha bo'lgan masofa. Nima ekan bu? Radius hisoblanar ekan. Tushunarlimi? Markazini biz O harfi bilan belgilaymiz. O'sha joydan aylanagacha bo'lgan barchasi nima bo'ladi? Radius hisoblanadi. Tushundingmi? Yozishim shart emas, radius deb.
Ha? Yozib qo'yaymi? Qaysini? Ha, sabr qilib turing, ularga hali o'tamiz. Bu uzunlik. Bu esa yuza. Bularga sekin o'ta kelyapti. Radius tushunib oldinglarmi? Endi qarang, radiusimizni agar ikkitasini oladigan bo'lsak va ular ketma-ket joylashtirilgan bo'lsa, mana bu markazdan o'tsa, bu umumiysi, buni ismi diametr hisoblanadi. Nima ekan? Diametr. Shuni yozilsa kerak. Diametr. Tushundinglarmi? Endi diametrni D harf bilan belgilaymizda, qarab turinglar. D harf bilan belgilasak, uni nimaga teng deymiz ekan biz? Ikkita radiusga teng deymiz ekan. Yetib bordimi hammaga? Demak, bu ham birinchi o'rganishlar kerak bo'lgan formula. Sizlardan quyidagicha misol beradi. Radiusi aylananing 5 ga teng bo'lsa, diametri nechiga teng deydi? Yaxshimisiz? 10 ga teng bo'ladi deb javob beraveramiz. Tushundikmi bu formulani birinchisini? Endi L ga o'tamiz. L ni topishinglar uchun qarab turinglar. Ikkita radiusini mana bu pi degan songa ko'paytiramiz. Pi ning qiymati taqriban nechiga teng edi? Yo'q. Taqriban 3,14 ga teng. Tushunyapsizlarmi? Yodlab qolamizmi? Nechiga teng ekan? 3,14. Pi soni qayerdan kelib chiqib qoladi? Qarab turinglar. Diqqat bilan qarab turamiz. Pi soni aylana uzunligini uni diametriga bo'lishdan kelib chiqadi. Har qanday kattalikdagi aylana uzunligini o'lchaysiz va diametrini o'lchaysiz, bir-biriga bo'lsangiz pi chiqaveradi doim. Yerda shunday ekvatorini o'lchaymiz. Yerda ekvator chizig'ini o'lchaymiz, uzunligini, radiusini o'lchaymiz. 2 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirsak nimasi kelib chiqadi? Diametri kelib chiqadimi? Keyin o'sha uzunligini mana shu diametrga bo'lsangiz, doim shu son chiqadi. Shuning uchun o'zgarmas son sifati kiritilgan. Endi tushundinglarmi? Barcha aylanalarda u xoh tanga bo'lsin, xoh yer shari, xoh o'sha quyosh orbitasi. Tushunarli bo'ldimi? Qarang endi bu o'zgarmas son, oddiy narsa o'ylang, qarang. Pi kelib chiqadigan joyida mana formula bilan ifodalayapmanmi? O'sha tajribalarda shunaqa chiqarilganda, endi Alloh taoloning ne'mati. Tushunyapsizlarmi? Pi soni mana bu 2r ga bo'lganimiz. 2r nimaga teng ekan? Diametr. Formula bo'yicha ishlasangiz doim kelaveradi-da, muammo yo'q. Tushundingizmi endi? Sizdan pi sonini so'ramaydi ular, o'zi berib qo'yadi uni. Tushuntira olyapmanmi? Endi sizdan nimani so'raydi? Uzunlikni so'raydi. Uzunlikni qanday top deydi? Radiusi 5 ga teng bo'lsa deydi, aylana uzunligini top deydi. Buni qanday amalga oshirasiz? Mana qarang. 2 ni ko'paytiramiz 5 ga, keyin pi ni ham ko'paytiramiz. Tushunarlimi? Va bu 10 pi deb javob olasiz. Mana shu ko'rinishda javob bo'ladi. Pi ni piligicha olib ketasiz. Mabodo javob yo'q bo'lsa, buni bilishingiz shart, ko'paytirib qo'yasiz. Taqriban qiymati necha bo'ladi? 10 ko'paytirilgan 3,14 bo'lsa, ha, 31,4 deb javob chiqadi. Tushunarli bo'ldimi endi hammaga? Yokida 3 deb olib ket deb pastiga yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Buni tushundinglarmi? Uzunlik topishdi. Yuza topishga o'tamiz endi. Yuzani qaranglar. Yuzani. Endi radiusni kvadratga oshirib pi ga ko'paytirib qo'yasizlar. Tushunarli bo'ldimi? Mana radius beriladi. Doiraning radiusi nechiligi beriladi. Yuzani topayotgan vaqtingizda uni kvadratga oshirib pi ga ko'paytirasizlar. Radiusi 5 bo'lsa, yuzasi nima bo'lar ekan? 5 ning kvadrati kara pi bo'lar ekanmi? Ya'ni 25 pi bo'lar ekan. Hamma tushundimi? Boshqacha so'rash mumkin. Yuzasi deydi 49 pi bo'lsa deydi, aylana uzunligini top deydi. Radius 7 ligini bildik hamma, to'g'rimi? Uzunlikni qana topamiz ekan? 2 kara 7 pi. Necha? 14 pi. Tushundikmi? Mana shu savol tushadi. Yuzani beradi, buni so'raydi. O'rtada bog'lab beruvchi ko'prik radius hisoblanadi. Beradi. Ketdi. Pifagor teoremasi qaranglar. To'g'ri burchakli uchburchak uchun, to'g'ri burchakli uchburchak bilamizmi hamma? Bitta burchagi 90 gradus bo'lgan uchburchaklar to'g'ri burchakli uchburchak hisoblanadi. Va unda to'g'ri burchakka yopishgan tomonlari katet hisoblanadi. A bilan B. Nima ekan bularning ismi? Katet. Tushundikmi? Qarshidagi tomon S va uning ismi nima edi? Gipo, ha? Tenuza. Tushundinglarmi? Bu ikkalasi ham katet va bu gipotenuza. Tushuntira olyapmanmi? Pifagor bobo nima deydi? U aytadiki, katetlar, ya'ni katetlar kvadratlarining yig'indisi deydi.
Gipotenuzaning kvadratiga teng deydi. Qachonki to'g'ri burchakli uchburchakda. Tushunarli bo'ldimi? Oson ekan formulamiz. Sizdan nimaga bu formulani o'rganishingiz talab etiladi? Sizdan so'raladi, qaranglar. Mana bu uchburchakda shunday chizma beradi sizga. Mana bunday burchakni ham ko'rsatib qo'yadi, 4 burchak qilib. Bu tomonni beradi ular, misol uchun 4 deydi. Bu yog'ini 3 deydi, mana bu tomoniga x qo'yib qo'yadi. Misol shu xolos x ni top deydi. Tushunyapsizlarmi endi? Siz buni topa olishingiz uchun buni bilishingiz shart. Kelishdikmi? Nima qilamiz? 3 ni kvadratiga 4 ni kvadratini qo'shsak, x ni kvadratiga teng bo'ladimi? 3 kvadrati 9, 4 kvadrati 16 teng shu x kvadratiga bo'lsa, x kvadrat necha bo'lyapti ikkalasini qo'shsak? 25. Nechini kvadrati 25 edi? 5. Demak, x imizni necha javob chiqar ekan? 5 degan javob chiqar ekan. Tushundimi hamma? Tushundingizmi? Yana bitta misol ko'ramiz. Qaranglar. To'g'ri burchakli uchburchak berib turib, qaraymiz hamma yaxshilab. Mana bu tomonni berib qo'yadi, misol uchun 13, mana bu tomonda 12, bu yerga x qo'yadi. Tushunyaptimi hamma? Endi qanday topasiz? 10 ga qo'ya olishingiz kerak. Ya'ni x ning kvadratiga qo'shishim kerak, 12 ning kvadratini teng bo'lish kerak 13 ning kvadratiga. X ning kvadrati qo'shilgan 12 ning kvadrati 144 teng 13 kvadrati 169. X kvadratini topishim uchun 169 dan ayirishim kerak 144 ni. X ning kvadrati 25 va bunda ham x nima chiqar ekan? 5. Endi savol, har doim 5 chiqadimi? Yo'q, bu to'g'ri kelib qoldi xolos. Hamma tushundimi? Pifagorni ishlatishni tushundinglarmi? Pifagor qaytarib aytib beraman. Teoremasini xuddi shunday aytasizlar. Katetlarning kvadratlari yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng deb aytasizlar. Kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Kelishdikmi? Yozib oling. Ikkita doska to'lar ekan. Yana bir boshladik. Endi stereometriya. Qaranglar, bilib oldinglar, mana bu shakl silindr ekan, to'g'rimi? Mana bunisi esa konus ekan. Mana bunisi esa nima dedik buni hozir? Yangi ismini kuboid dedik, to'g'rimi? Yoki to'g'ri burchakli parallelped. Yokida umumiy olganda mana bu shakl bor, prizma. Tushunyaptimi hamma? Umumiy holatda nima deyilar ekan? Prizma. Bu 3 burchakli prizma bo'lsa, mana bunisi 4 burchakli prizma ham deyiladi. 5 burchakli prizma, 6 burchakli ketaveradi ular. Tushundinglarmi? Va yana bitta shakl qolyapti, uni Misrda bor. Qaysi edi u, nima edi ismi uni? Mana buni ismi piramida. Misr piramidalar deb yurtamiz. To'g'rimi? Hamma tushunyaptimi? Piramida. Piramidalar ham 4 burchakli bo'ladi, 5 burchakli, 6 burchakli va hokazo ketadi. Tushunyapsizlarmi? Endi zo'r yangilik sizlarga 3 burchakli piramida bor-ku, asos 3 burchak bo'ladi. Mana. Shuni ismi nima? Kim bilardi? Men bilmasanglar kerak, bu tetraeder deyiladi. Tetraeder. 3 burchakli piramidalarning ismi nima deyilar ekan? Tetraeder deyilar ekan. Tushundinglarmi? Nimaga bu shunaqa desa, mana aytgan shunday to'ntarsangiz yana bitta piramida hosil bo'laveradi-ku. Qaysi tomoni bilan qo'ysangiz ham bu asos bo'la oladi. Tushundingizmi endi gapimni? Shuning uchun buni ismini nima dedingiz ekan? Tetraeder. Ana kubik rubik bor, 3 ga 3. Ko'rganmisizlar? Yetib boryaptimi hammaga? Demak, buni ismi silindr, konus, kuboid yoki to'g'ri burchakli parallelped, prizma. Bu 4 burchakli, 5 burchakli ketaverar ekan. 4 burchakli piramida, 3 burchakli piramida yoki tetraeder. Tushundikmi hamma? Oktaeder, dodektaeder degan shakllar ham bor. Tushib qolsa qo'rqib ketmanglar, chizmasini menimcha berib qo'ysa kerak yoki ta'rifini berib qo'yadi sizlarga. Tushundinglarmi? Ta'rifini berib qo'yadi. Ular bilan hozir gaplashmaymiz. Endi qaranglar, shular haqida yetarlicha gaplashib olaylik. Mana bu shaklning nechta qirrasi bor? Qirralari, qirra desa mana uni tushuninglar. Kecha kuni gaplashdik shuni. Bu 12 ta, to'g'rimi? Gaplashdikmi? Yo'ldayapmanmi? Xo'p, 3-chi? 8 ta. 3i mana bu yer bo'ladi. Hamma tushunyaptimi? Tomoni, ya'ni yoqlari soni 6 ta. Yetib bordim hammaga? Bunda xuddi shu narsa topaverasizlar endi. Bunda nechta yog'i bor? Yoqlari
4 ta, to'g'rimi? 1 2 3 past bilan 4 ta. Bundachi 5 ta. Va hokazo. Tushunyapsizlarmi? Mana bunda ikkita asos va uni yasovchisi bo'ladi. Yasovchisi deb mana shu joyga aytiladi. Tushunyapsizlarmi? Yasovchisi nimadan iborat ekan? Shunday qarashda nimaga o'xshayapti bunday shakl? To'g'ri to'rtburchakdan iborat. Tushundinglarmi? Yasovchisi. Buni yasovchisi nimadan iborat ekan? Uchburchakdan iborat. Tushundingizmi endi? Yasovchisi desa qayerda tushunamiz ekan? Shu ko'rishda soyasini tushunasiz. Svet yoqib ko'rasiz, soyasini tushunasiz. E'tibordimi hammaga? Endi qaranglar, bularda sizlardan so'raydigan narsalari ikkita narsasi bo'lishi mumkin. Qirralari uzunligini so'raydi, L ni berib turib. Buni berish mumkin-da misol uchun. Yoki-da hajmini so'raydi, yana bittasi bor, yuzasini so'rashi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Shu uchala holatda so'rashi mumkin. Endi qirralarini uzunligini topishingiz uchun hammasini qo'shib qo'yasiz. Xuddi perimetrga o'xshaydi. To'g'rimi? Yuzasiga keladigan bo'lsak, alohida topib olinish kerak. Deylik, mana bu yuz alohida topiladi, bu yuz alohida. To'rt-to'rtburchak yuzini topish bilamizmi? Mana, misol o'lchovlari qanaqa bo'lardi buni o'lchovlari? 3 ta o'lchovi bor. Eni, bo'yi va balandligi ABC, to'g'rimi? ABC bo'yicha L sini topayotganingizda qarang. Ha? L nima? Bu yoqqa yozyapman. L barobar. Bu uchalasini qo'shasiz. A qo'shilgan B qo'shilgan C, ha? Endi bulardan nechtadan edi? A dan nechta? 1 2 3 4 ta. C danchi? 1 2 3 4 ta. B dan ham 1 2 3 4. Demak, necha ko'paytirib qo'yman ekan? 4 ga. Tushundikmi buni? Qirralari uzunligi. Ha. Yuzasini topib yetganimizda-chi, yuzasiga qaranglar. Qarang, yuzasida nima qilasiz? Mana hamma tomonlarni alohida topib olish kerak. Deylik, mana bu tomonini o'zim topmoqchi bo'lsam, s ni b ga ko'paytiramanmi? Mana bu tomon unga tengmi? Demak, qarang, ikkita ekanmi b ni s ga ko'paytirganimdan asosini topmoqchiman. A ni b ga ko'paytiramanmi? Tepa borligi uchun undan ham nechta? Ikkita. Endi bu bizga qarab turgan tomoni s bilan a ni ko'paytmasimi? Orqa tomoni bo'lgan uchun undan ham nechta? Ikkita. Tushundimi hamma? Shularni qo'shib qo'ysangiz, yuzasini beraveradi. Hamma tushundimi endi? Hajmiga keladigan bo'lsak, uchalasini ko'paytirib qo'yasiz. Buni ko'rib berdim. Esinglardan etash qilib, g'ish qilib qurib berdim. Tushundikmi? Uchalasini ko'paytirib qo'yamiz. Qolganlaridachi domla desiz, qolganlari uchun yana gaplashamiz hozir. Yozib oylar.